balig'ingizni tashlayotganingizda akvariumga, bozorga yoki ko'ldan ko'lga ko'chirayotganingizda ham ko'pchilik aytishadi, balig'im o'lib qolyaptimi? Demak, bilingki, baliqqa eng asosiysi kislorod yetishmayapti. Biz mana shu muammoga yechimni eng zo'rini, eng sifatlisini, eng suyansa bo'ladiganini olib keldik. Xitoydan mana yangi keldi. Hali mashinadan ham tushirganimiz yo'q. O'sha kislorodni kompressorlarimizni eng hadovoyi A018, A012dan keldi. Bularning har biri 18 bemalol 4 ta 5 ta akvariumingizni 12 taligi 2 ta 3 tagacha akvariumni bemalol kislorod bilan ta'minlaydi. Bular faqatgina akvarium emas, mashina bo'ladimi, tashiydigan, baliq tashiydigan yoki bo'lmasa kichik suv havzalari, ya'ni baliq ko'llari bo'ladimi, hammasiga bo'laveradi. Basseynlarga ham to'g'ri keladi. Keyin bularning ichidan o'zi aynan o'sha 3 ta 4 ta joyga ulash uchun alohida o'zini adapterlari ichidan chiqadi. Keyin agar shlayn topa olmayotgan bo'lsangiz, eng sifatli kislorodni shlaynlar ham bor. Aloqaga chiqarasizlar. Xitoydan eng sifatli kompressorlarimiz keldi. Bu 12 ligi. Buni bemalol 2 ta 3 ta akvariumga qo'ysangiz, havoingizni bemalol yetkazdirib beradi. Xo'p, ichida o'zining mana haqiqiyligini isbotlagan kitobchasi bor. Ulash uchun, masalan, bitta kompressorimizni 2 ta 3 taga ulash uchun maxsus mana o'zini utilitiga o'xshagan narsasi bor. Buni ham ishlatsangiz bo'ladi bu yoqdan. Ya'ni buniga ulaysiz, bu keyin yog'iga o'sha maxsus shlayndan foydalanishingiz kerak. Shlaynimiz ham bor. Hop, va kompressorimiz. Volt tokga ishlaydi. Bemalol rebajarkangiz bormi, akvariumingiz bormi yoki kichikroq suv havzalari bormi, bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Mana original eng sifatlisidan.